Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdığa Cürüz Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 7. ayının 5. günü. Bugün sizlerge sözdeydiği vaziyet. Hazır. Çünkü kurğuluqda özgürüş buluvatıdı desek buludu. Bugün çünkü qıraydıgan yilla diyen torbiti video filmi de dedi ki çünkü de buluduğun özgürüş Kompartiyanın halaketi bilen 101'di dedi. Kompartiya halak buludu, çünkü de özgürüş buludu, halak bulmaydı, özgürüş bulmaydı degen ma'nida bu şu vaziyet. Bunun mazmununu atigicha anlap sizlarga to'liqlab yetkazamiz. İkincisi, Johnson degen efendi yana o'tirib chiqdi. Reis Xi Jinping demokratiyaga yuzlanamdi degan. Endi bugun shuning mazmunini ekranidan, YouTube'ning ekranidan elib men sizlarga tayyorlab keldim. Oxirida Johnsonga chiqargan xulosa misolni keltirib bo'lib dediki, men ishonmayman Kompartiyaga ham Xi Jinpingga dedi. Men bugun buni sizlarga so'zlab boqaman, sizlarning ishonchinglar qanchalik bo'ldi. Oxirida bir ishga gap qilamiz sizlar bilan birlikda vatandosh. Mavzu bundaq. Xi Jinping go'ro'y signal qo'yib berdi. Agar Xi Jinping 20. qurultayda yana saylanadigan bo'lsa, siyosiy islohot elib berib junguni uzul kesel demokratiyalashtirdi. Mavzuliq video film 22. yıl 7. ayının 4. günü YouTube'da ilan qılındı Abdurrahman Johnson'ga. Ekranda mundaq xatlar ko'rsatildi. Xi Jinping ro'yining oshkorlashiga asoslanganda Xi Jinping oq sumaklar tabaqasini ranjitib qo'yib, shunga solchi deb ta'riflandi. Amaliyotda Xi Jinping dadasining irodasiga varislik qilgan islohotchi edi. Xi Jinpingning imtiyozliqlar tabaqasiga zarba berishi islohotni cho'nqurlashtirishga yo'l tuzlash edi. Cho'nqurlashtirishga yo'l tuzlash edi. Agar Xi Jinping 20. qurultayda qayta saylanadigan bo'lsa, Xi Jinping siyosiy islohot elib berib, junguni uzul kesel demokratiyalashtirdi. Bu xabarga men ishonmayman deydi Johnson. Sizlar bu to'g'rida qanday o'ylaysizlar? Ekranda Xi Jinpingning maxfiy suhbat bayoni oshkorlandi. Mavzudan Deng Xiaoping iddiasini birlikka keltirishning ochiqchi demokratiya degan ikki xatdan iborat. Bu ochiq-ochiq mush ikki xatdan iborat. Demokratiya degan xatdan iborat. Mavzuliq maqola 2013 yılı 6. ayının 12. günü Edebiyat Şəhərçisi torbitida e'lon qilingan edi. Maqola mundaq boshlangan edi. Xi Jinping bosh mudiriyatining yangi so'zlagan nutqi navbatda Jungo Kompartiyasining nazariya qurilishiga masalaga berib taqildi. Anlaşılan qaraganda bundan keyin Jungo Kompartiyasi mushu asosda hüccetlerini o'ttirg'i chiqirdi. Hüccetler navbatga partiyaning tashkiliy va nazariy qurilishi to'g'risidagi bir qancha masalalar so'zlanadi. Nutq so'zlash yig'inida qatnashganlar Li Yunshan shu vaqtda doimiy hay'atlarning birisi Wang Yang o'ta kirmagan Muavin davlat raisi Li Jianchao, Markaziy sekretariat, Markaziy komiteti ishxonasi, Tashviqot ministerligi, tashkilot bo'limi, Palla akademiyasi, Markaziy partiya maktabi aloqador organlar va boshqa arboblardan iborat. Bu doklad, bu nutq shu chog'da Markaziy partiya maktabida so'zlangan edi. Xi Jinping nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Mavzudan Deng Xiaopingga qanday muomala qilish eng muhimi demokratiya degan ikki xat masalasidir. Xi Jinping nutqni mundaq boshladi. Shu vaqtda apandilar, bizning o'tmishdagi ideologiya xizmatlarimiz g'alaba qildi.
Lekin hozir ba'zi sohalarda passiv bo'lib qoldik. Bo'lib mavjud davrda yangi tarqatquchi uskuna texnikaning o'ttirig'i chiqishi tufayli biz endi burunqiga o'xshash ikki gazet bir jurnal davriga qaytib ketolmaymiz. Bu degani ikki gazetda chiqqan gap siyosat, bir jurnalda e'lon qilingan maqola siyosat degani shu vaqtlarda. O davre qaytib ketolmaymiz. Bu nuqtada Çavuşan bilan İran hech ish qilolmadi. Çavuşan İran shunday qilgan edi, hech qanday ish qilolmadi. Bundaq cheklash bizning islohot ishni ejivetish va tinch yo'l bilan bosh ko'tarish siyosiy obrazimizga mos kelmaydi. Şunlaşqa shundoq deyishga bo'ladiki, o'tmishdagi xizmat usullarimiz bo'yicha yangi davrning xirislariga yuzlanadigan bo'lsak, biz barg'ansir ideologiyalik bazımızdan ayrılıp kalamiz. Şundaqlı köplagan kishilar bizning ushur senzorimiz tufayli partiya va hukumatdan norozi bo'ladi. Bundaq bo'lganda bu ish bizning siyosatdagi passivligimizni barg'ansir og'irlashtirdi. 2017-yil 4-oy adabiyot shaharchisi. Shuningga saqlab tikanda o adabiyot shaharchisi 2012-yil bu 2017-yil adabiyot shaharchisidan elindi bu xabardir. Xi Jinping davomlashtirib bundaq ko'rsatdi shu chaqda. Hozir ba'zi kishilar partiya ichida ba'zi arboblar muqimlikni qo'g'dash, bayrog'ini ko'tarib elib, partiya a'zolarini tanqid qiladigan ommaga besam ishlatishga boshladi. Bu yaxshi ish emas, degan ekan Xi Jinping. Davomini anglaysiz o'tamiz.